Assalomu alaykum. Bugun dars soatimizda sizlar bilan Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari uchun 3-nashr ilk qadam milliy o'quv dasturi bo'yicha bolalarning rivojlanish xaritasini belgilashni ko'rib chiqamiz. Bolalarning rivojlanish xaritasini to'ldirish uchun kuzatuvlar o'tkaziladi. Ular 3 bosqichdan iborat. Dastlabki kuzatuv o'quv yili boshida sentyabr oyida, oraliq kuzatuv o'quv yili o'rtasida dekabr-yanvar oyida, yakuniy kuzatuv esa o'quv yili oxirida may oyida o'tkaziladi. Pedagog izohi ustuniga nima yoziladi? Pedagog izohi ustuniga bolaga doimiyni belgilab qo'yganingizdan keyin u bola har doim qiladigan indikatori bo'lsa ham, lekin o'sha bolada endi may oyida, ya'ni yakuniy kuzatuvingizda orqaga siljish kuzatilishi mumkin. O'sha vazifalarni, indikatorlarni bajara olmasligi mumkin o'sha bola. O'shanda siz pedagog izohi ustuniga yozib ketasiz. Kasallangan, stress bo'lgan, oilasida qandaydir muammo bo'lgan, o'shani pedagog izohiga yozib ketasiz. Faqatgina tayyorlov guruhlarida yakuniy kuzatuv kuzatilmaydi. Maqsad qo'yilmaydi, chunki maktabga tayyorlov xaritasini to'ldirib borasiz. Maqsadlar faqatgina pedagogni o'zi uchun qo'yiladi. O'sha bolani, masalan, bolaga dastlabki kuzatuvda o'zingizga oldingizga maqsad qo'yib ketasiz. Mana shu bolani, mana shu indikatorini, o'sha qaysi vazifani bajara olmasa, o'shani mustahkamlab borishingiz bu yerda yozib ketilgan. Endi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ko'p ustozlarda savollar tug'iladi. Masalan, dastlabki kuzatuvingizda u bola yo'q bo'lgan, sizga oraliq kuzatuv davrida maktabgacha ta'lim tashkilotida guruhingizga qo'shilgan o'sha bola. Endi u bolani o'sha rivojlanish xaritasini yoki bo'lmasam yakuniy kuzatuvingizda kirgan oraliq bilan dastlabki kuzatuvda u bola yo'q bo'lgan va siz uni belgilamagansiz, lekin o'sha bolaga rivojlanish xaritasini belgilashingiz shart. Endi uni qancha kuzatasiz? U bola MTTga kirganda jurnalingizga masalan 2 hafta kuzatasiz yoki 1 oy kuzatganingizdan keyin o'sha davrni o'zi tabelda ko'rasiz qancha bo'lganiga. O'sha plus qilib ketgan joyingizni ko'rib turib 2 hafta yoki 1 oy kuzatib turib o'sha bolani yakuniy kuzatuviga belgilab ketasiz yoki oraliq vaqtda kirgan bo'lsa oraliq vaqtida belgilab ketasiz. Dastlab kuzatuvda ham masalan hali 2 hafta kuzatasiz, hali o'sha oraliq kuzatuvga ancha vaqt bor bo'lsa, uni o'sha 2 hafta yoki 1 oy kuzatib turib belgilab ketaverasiz. Keyin mana 3-4 yosh, 4-5 yosh, 5-6 yosh, 6-7 yoshli bolalarimizni harflar bilan, kodlar bilan belgilaymiz. Biz siz bilan buni o'tganmiz. Darslarimizda A bu kichik guruh, B o'rta guruh, S katta guruh, D esa tayyorlov guruh. Mana bu raqamlar esa ustozlar. Mana 5, 1 A deb turibdi. 5 raqamimiz bu ijodiy rivojlanish. 5 ta rivojlanish sohamiz bormi? O'sha birinchi kodga yoziladi. 5 ta rivojlanish sohadan ortiq raqam qo'yilmaydi, chunki faqatgina 5 ta rivojlanish sohamiz bor. Birinchi rivojlanish sohasi masalan jismoniy bosh harflar bilan, ikkinchisi ijtimoiy, 3 nutq, 4 bilish, 5 ijodiy bo'lsa, mana shu 5 ta rivojlanish sohasidan boshqa raqam qo'yilmaydi. 4 3, 2, 1ni qaysi birini belgilayotgan bo'lsangiz, o'shani birinchi kodga yozasiz. Ikkinchi kodga kichik sohalarni yozasiz. 5 ta rivojlanish sohamiz kichkina sohalarga bo'linadi. Birinchisi jismoniy rivojlanish, mayda motorika, keyin mana yirik motorika, mayda motorika, sensomotorika va sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik edi ustozlar. Endi kichik sohalari. Jismoniy rivojlanish mayda motorikani ichiga kirib sensomotorika kirib ketyapti. Sensomotorika chiqib ketdi. Faqat 3 ta kichik sohasi qoldi jismoniy rivojlanishni. Birinchisi yirik motorika, 2 mayda motorika va 3-inchisi sog'lom turmush tarzi va xavfsizlikni shu belgilab borasiz rivojlanish xaritasi hamma guruh uchun.
Endi mana 5-1-1A bo'lsa 5 ga 5 ta rivojlanish sohasini, ikkinchi kodga esa kichik sohalarni yozyapsiz. Jismoniy rivojlanish 3 ta kichik sohaga, ijtimoiy ham 3 taga, nutq ham 3 taga, bilish ham 3 taga bo'linadi. Faqatgina ijodiy rivojlanish 2 ta kichik sohaga bo'linadi. Demak, siz ikkinchi kodga faqat 3 ta raqamdan ortiq raqam qo'ymaysiz. 1 bo'lishi mumkin, ikkinchi kodga 2 bo'lishi mumkin, 3 bo'lishi mumkin, 4 degan kod qo'yilmaydi ikkinchisiga. Endi uchinchisi 1. Uchinchi kodimiz qaysi? Qayerdan kelib chiqyapti? Bu mana shu indikatorlar san'at turlariga, qo'g'irchoq, teatr, qo'shiqlar, musiqa, raqs, hissiy munosabat bildirish. Mana shu indikatorlar, ya'ni mezonlar uchinchi kodga yoziladi. A deb turgani esa bu guruhlar aytib o'tganimdek kichik, o'rta, katta tayyorlov guruhda qaysi birda ishlayotgan bo'lsangiz, o'shani kodi yoziladi bu yerga. Bugun 16 sana 16-iyul. Bugun video chiqarayotgan sanam 2026-yil. Mana kichik guruhniki, kodlar bilan mana 3 nutqniki, 3-1, 3 nutqniki, uni birinchi kichik sohasi 11, uni 11-indikatori A kichik guruhni ekanligi bildirilyapti bu yerda mana. Ko'rib turganingiz va tugadi. Maqsadlar qo'yilib ketilyapti. Dastlabki kuzatuvga maqsad qo'yapsiz. Bu yerda mana oraliq kuzatuv bor va mana yakuniy kuzatuvga maqsad qo'yib ketyapsiz. Faqatgina 6-7 yoshli bolalar, ya'ni D kodligiga qo'yilmaydi ustozlar. Keyin dastlabki kuzatuv mana. Dastlabki kuzatuvimizga ptichka qo'yasiz. Kuzatilmaydini belgilaydigan bo'lsangiz, oraliqda hech bo'lmasa ba'zanga yo tez-tezga chiqarishingiz kerak. Yakunida esa doimiyga kuzatasiz. Belgilashingiz kerak. Ptichka qo'yib ketasiz. Agar siz dastlabkida doimiyni belgilab qo'yadigan bo'lsangiz, oraliqda ham, yakunida ham hech narsa belgilamaysiz. Faqatgina pedagog izohi ustuniga bolani orqada siljish bo'lganda, o'sha yerda stress yoki birorta muammo bo'lsa, o'shani yozib qo'yasiz. Xolos. Endi ustozlar maktabga tayyorgarlik xaritasini ham sizga bir qator ko'rib chiqaman. Shunga qarab sotib olishingiz mumkin rivojlanish xaritasini. Bu yerda mana maktabga tayyorgarlik xaritasi ustozlar. Unda 1-1-1-2 deb turibdi, 2-1 deb turibdi. 1 bu birinchi rivojlanish sohasi, jismoniy rivojlanish bo'lsa, birinchi indikator ekan. 1 raqami, ikkinchi 1 raqami va u D bo'lganligi uchun, ya'ni maktabga tayyorgarlik xaritasi bo'lgani uchun kod yozilmagan bunda. Ijtimoiy hissiy 2, uni birinchi bu yerda mana birinchi indikatori deb yozib ketilgan ekan, xolos. 3 nutqniki va uni indikatori, yozuvining dastlabki ko'nikmalari va vositalariga ega. U mezonlar deb atalyapti ekan hozir. Shu indikatori, mezon, indikator deb atalyapti ekan va bilish mana tur. Uni birinchi indikatori va oxiri ijodiy rivojlanish bilan bu yerda tugayapti. Davlat talablari bo'yicha o'sha 802-sonli qaror bo'yicha biz rivojlanish xaritasini yuritardik. Endi ilk qadam milliy o'quv dasturidagi o'zgarishlar sabab mana shu indikatorlar bo'yicha belgilab boramiz. Ilk qadam milliy o'quv dasturi bo'yicha ijodiy rivojlanish bo'lsa, mana hamma bolalar, hamma guruhni indikatori teng bo'ldi ustozlar. Faqatgina o'sha sonida teng bo'ldi. Hammasiniki 5 ta bo'lsa 5 ta, masalan 4-5 yoshlilarniki, 6-7 yoshlilarniki ham xuddi shunaqa, bittasi ortiq yoki kam emas, hammasiniki bir xil teng bo'ldi. Faqatgina o'sha guruhlarga yoshiga mos ravishda o'zgarib boradi bular. Qiladigan ishlari hammasi o'zgarib boriladi.